Assalomu alaykum, hurmatli DCBiston texnika mijozlarimiz. Ko'pchilik mijozlarimiz so'rashgan arzon, ya'ni Rossum KL60 modelimiz haqida video obzorda tanishtirib o'tamiz. Kresloyimiz boshqaruv paneli juda ham sodda qilib ishlangan, ya'ni ko'tarib tushiruvchi hamda suvni isitish tizimlari ham bor. Komplektatsiyasiga kelsak, komplektatsiyasida Woodpecker LED skylerimiz bo'ladi. Turbina nakinishligimiz komplektatsiyasida ikkita chiqadi hamda mikromotor, primoy, uglovoy nakinishliklari bittadan bo'ladi. Kresloyimizni lampasini o'chirib yoqish juda ham qulay qilib ishlangan, ya'ni bu tomondan ham o'chirib yoqsiz bo'ladi, bu tomondan ham o'chirib yoquvchi knopkamiz bor va sensor orqali ham boshqarsanglar bo'ladi. Patsiyentimiz kresloga chiqib tushishligi uchun qulaylik bo'lishligi uchun ruchkasi pastga hamda tepaga ko'tariladi. Bundan tashqari kresloyimiz kojasi eko kojadan foydalanilgan, kojasiga albatta kafolat beramiz. Va plivatilnitsamiz 180 gradusgacha aylanadi. Assistent uchun boshqaruv paneli knopka orqali boshqariladi. Komplektatsiyasiga kelsak, svetov lampa, atsos, pilsos hamda suxovo pistoletlar komplektida bo'ladi. Kresloyimizni yetkazdirib berish, ustanotga qilib berish xizmatlarimiz barcha viloyatlarga mutlaqo bepul qilib beriladi. Kresloyimiz haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishingiz uchun call centerlarimizga aloqaga chiqing.